yaşayıp hazır yaşayıp kaldım. Şimdi yönettim. Kıynadım. Şu yapabiliyorsalar isteyeyim ben. Ben aramlarımı tuttattım. Tasyasım var. Hazır. Ben sana boş. Ona 3 yıldan beri kasal bo'lib qolgan yordam berishlarini so'rayman. Maktab o'quvchisiman. Men baxtimga yaxshi bo'lib ketishlarini xohlayman. Ayam yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Biz Jizzax viloyati nima degan joy deb mikrorayonga kelibmiz. 3-mikrorayonga kelibmiz. Bir opamiz bordilar, telefon qilib, 1-2 kundan beri murojaat qilyaptilar. Hozir bir xabar olib ketaylik dedik. Endi baribir hammaning ko'nglini olishga harakat qilyapmiz, qadrdonlar. Shuning uchun hozir birgalikda kiramiz, sizlar bilan birgalikda opamizni ko'rsatamiz. Qandaydir telefonda gapirayotganlarida qiynalib gapiryaptilar. Shuning uchun xabar olib qo'yaylik degan qarorga keldik. Rustam akam operator, akalarimiz birgalikda boshlab bizni olib kelishdi. Siz qizlarimisiz? Ko'rsating, qani qanaqa qilamiz? Assalomu alaykum. Rahmat, kuzimisiz? Yaxshimisiz? Kuzimisiz? Qizlar kuzimisiz? O'tiribsiz erkaklar. Yaxshimisiz? Yig'lanmang. Mana shu o'tirsam maylimi? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamasizlarmi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Tinchmisizlar? Men mana yaxshi kutib oldingizmi? Rahmat, xudoga shukr. Charchamay yetib kelibsizmi? Rahmat. Yaxshisan ben. Yaxshi, o'zi yaxshimisiz? Nima ko'staydi? Mana keldim. Insult. Ayizlarmi? Uchinchi yilmi bu? 3 marta insult bo'ldi. Ha, 3 marta insult bo'ldi. Siz qizlarmisiz? Nechta farzandingiz bor? Bitta qiz bor. Turmush o'rtog'ingiz yo'qmi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ajrashib oldi. 10 yil bo'ldi. Farzand bo'ldi. Ajrashib ketdi. Bu nasib. Bakıp aldım. Çağlarından bakıp aldım. Bana katta kılıp ben hocamla da birisi. İlahi, ben canı sağ olsun. Hayır, ko'ngil cho'ktirmang, yaxshi odamlar ko'p, xudo xolasa og'iz tashlab qo'yishmaydi. Qancha bo'ldi insult bo'lgani? 2022-yilda, keyin yaqinda 3-insultdan oldi, yani dekabrda. Abacam bulmaya kaldı. Bize 4 kızımız. İlk babam dönüşe çıkan. Kaç babam kayıtıp giygen. İkinci abacam bu ötüp kaldı. 1 dekabrda ötüp kaldı. Meni azabım olmadı. Yig'lama.
Biz sizni ozgina kayfiyatingiz ko'tarilib keldi, yig'lab kayfiyamiz yo'q. Qanchadan beri bizni ko'rasiz? 5 yil. 5 yildan. Eski obunachimizdan ekansizda. Amerika. Ha. Temir xotin keyin anavi chayladan uyqu bezalasi keyin go'sht yemagan oila kecha 4da yetib qizni bolni ko'rib boraman. Rahmat, tan joyingiz sog' bo'lsin. Kutdingizmi, kutmadingizmi? Mana shu bolalar uyimga keladi, bir kun emas, bir kun deb. Kutmadim, lekin yo'lga chiqarmasdim. Xursand bo'lib yozdim. Amerika qamoqqa kelganda borolmadim, unda yurardim. Lekin polnani chayladan karavotda yashagan oila bor-ku. O'shanga men kuchim yetgancha pul tashlab turoldim-u. Lekin boraman deb niyat qildim, borolmay qoldim. 5 million ketar ekan, ba'zi yo'qchim. Pulim yo'q. Tirikchilik nimadan bo'lyapti? Qorin, Pensiya. pensiyadan. Kamiga ayamam, mana o'zi sinib qoldi. Shetdanmi hozir? Ana yotibdilar. So'rashibsan bo'ladimi, gapiraman? Gapiradi. Men shu uchinchisida tilim picha ayolma qoldida. Assalomu alaykum. Xudoy qimirlamang. Yaxshimisiz? Tuzingmisiz? Yaxshimisiz? O'tiribsizmi? Rahmat, tuzingmisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Rahmat. Tuzingmisiz? Diqqat etmay o'tiribsizmi? Ha, endi ilojim yo'q, yotibman. Qariganda shunaqa bo'lib qoldim. Sog'ayib ketding, tan joyingiz sog' bo'lsin. 11 oy bo'ldi. Ha. Oyog'im bosilmayapman. Buksam singandan. Ha. Qimmat ekan operatsiyasi qildirolmayapmiz. Ha. 34 million dedi. Ana bilan shartnoma qiluvdi. Ha. O'tirmoqda, ba'zan bilan Opam shunaqami o'tirib oling, bunaqa qilib o'tirib olasizlar. Siz qimirlamang, siz qimirlamang. Kel, jas bilan qo'limni tortib turay. Yo'toring, xijolatmang bizdan. Men oyog'im qotib qoldi. Shu bir tomonimda mana shu buksam singan. Bosolmayman oyog'imni. Lekin o'tiraman. O'tirman, oyog'imni tushirib o'tiraman, tushirib o'tiraman. Oyog'im bosolmayman, men o'rnay bo'ldi. Bundan kunga borib shu oldinga emas, orqaga ketyapman. O'zim qaralash kerak shu yerdan. Ishida olib qo'yibdilar. Shunaqa yordam bersalarimiz, blogerlar keladi dedi shu qizimiz. Qizim bu 19-mizda ana bo'lib qoldi, insult bo'lib qoldi bu. Insult bo'ldi, men yaxshi edimmi? Mana shu eshikni olib qo'yib turing. O'zim qaradim bir yil, bir yil, ha. Men ana o'g'limga bir iyul oyida edi. Iyul oyida shu. Og'rib yurib, o'zi oyog'im tuzam og'ridi. Og'rib yurib, avval emert qildiring dedi. Emert qildirsa, ana u dedi. Singan yo'q, yaxshi bo'lib ketasiz dedi. Keyin hech og'riqqa qo'ymadi. Doktorga bordim, bir yerga, apparatga bordim, mana u dedi. Buksangizga dedi, moy ko'ramiz dedi. 10 kun ichini ol dedi, keyin yurib ketasiz, yaxshi bo'ldi dedi. 10 kundan o'shani oldim. Qo'llarni oldim. Baribir og'riq kuchayib ketaverdi. Shu Farzandlaringiz nechta xola? 4ta qizim bor. O'g'il yo'q. Mana shu ikkinchi qizim, mana bu boya yurgan katta qizim, uni chaqirib oldim keyin uyga. Endi o'zi mana shu ikkinchi qizingiz bilan yashardingiz. Ha, shu bilan Sizlarga qaraydigan inson qolmaganligi uchun ikkita bemor ekan, bitta oilada ikkita bemor ekan. Mana shu qizcha bor ekan. Bu qizcha necha yosh endi? Qiz nevarangiz? Maktabda o'qiydi, 9-sinfda. Shuni boqib oluvdi, shu. Farzandlari bo'lmay qoluvdi. Shuni boqib oluvdi, shu qizni. Shu yerda o'tiribmiz. Ya, Alloh shifo Shu bersin. pensiya bilan kun ko'ramiz. Ikkita pensioner bilan tirikchilik qilyapti. Tirikchilik qilamiz. Necha pul pensiya olasiz? 1 million 100. 1 million 100. 920 ming opam olsa kerak. Nogironlik pensiyasi chiqami endi? Uni kim ana ko'paydi-ku, keyin 1 shunda million 1 qancha? million 20 mingmi shunday bor. Ko'paygandan keyin ikkovimizga ham shu 1 millionga yetdi keyin. Shunaqa ikkovimiz pensiyamiz bilan kun ko'ramiz, suvga to'laymiz, gazga to'laymiz.
Çolaklarını kımasak olmaydı. Uçup kaladı geldim suvitan. Bu o'zlaring uylaymi? Ha o'zimiz uyimiz. 2 xonali shekilli. 3 xona. 3 xona. Mana uyanda yurgan katta qizim. Katta qizim men uy omonat bo'lib turgan ekan, keyin menga qaraysan dedim shundan xo'jayin bilan ajrashib ketdi dag'in. Menga qarab o'tirib. 3-chi qiz ham shu yerda ekan. 3-chi qiz ham shu yerda, ha. Ishlamaydi, bizga qaraydi. Unga qaraydi. Ishlasa sizlarga kim qaraydi? Yo'q, qaraydigan odam yo'q. Shunaqa qiyin ahvolda o'tiribmiz. Shu operatsiya qilishga pulimiz yetmayapti. Mahallaga necha bordik. Ana hokimiyatga bordik, ularga umuman yordam yo'q. Keladi, ketadi, bitib rasmga tushib ketadi, lekin hech yordam yo'q. O'zim necha marta aytamiz, faqat rasmga tushib ketaverasizlar, yordam qilsalarim bo'lmayman. Yordam puli mahalla yordam qilmayaptimi? Yo'q, men yordam puli olmayman men. Faqat shu pensiyam bilan ana qizga beradi yordam pulini, moddiy. Ha. Bitta oilada bitta odamga beradi. Ha, 380 ming shu qizga beradi. Shu avvaldan berardi, o'zi shunga beradi. Opam bilan ozgina suhbatlashamiz bo'lmasa, obunachilar duo qilib turing. Xudo xolasa yaxshi insonlar ko'p. Xudo xolasa yordam bersalar. Biz oddiy sababchi insonlar, mana shunaqa qilib yoritib, YouTube'ga yoritamiz, yaxshi insonlar xudo xolasa yordam qilishadi. Shuncha paytdan beri mana yolg'izlatib qo'yishmayapti bizni. Qaysi oilani olib chiqishimizdan qat'iy nazar qo'llaridan kelgancha yordam qilishyapti. Qizingiz hozir o'sha yerda onam borlar dedilar, ulardan ham sizni bir duoyingizni olib chiqay, so'rashib chiqay deb kirdim-da. Rahmat. Qanchalik sog' bo'lsin. Murojaatim shuki, mana shu bitta qizim uchun yashayapman. Hozir yesib bo'lib qoldim. Shu moliyaviy qiynalib. Shu yordam bersalar istayman. Men shu qizim uchun yesib bo'lib qolib qiynalib qoldim. Yordam bo'ling. Yordam bering. So'rayman. Hozir bo'lardi yog'iz. La. Qizim borsiz. Sog' bo'lib keting. Sıracakım. Şuna. Olanlarımı bitirdim. Dosyasını koyun. Hazır. Ben sana boş. Utistemiyorum. Deyip konuşacaklar etti. Biz bir şey yapmıyoruz. Tamam. Pensyondan ruhlarım istiyoruz dilenmez. Doktorlara gitmeyaptı. Dağlarımı sen gittin. Sömürecektin. Bana tarafta. Allah'la biriz. Biraz yaşa. Yine oturuyorsunuz. Bana uyuca giremez. Anam neydi oturup ben. Şu bana tarafta. Beni anamda tutuyorum. Burada bölümüm. Bana çattım. Şimdiden söylemekteydim. Ben şu kızımdan söylerim. Ben öyle olabilirim. Fakat anam deme birisi ya. Beni bense. Atışım.
pul so'rayapti. Pul topyapman. Qarindoshlarımdan so'radim. Pul chiqmadi. Mana shunday yosh odamlar bor ekan. Jizzaxga kelgandan bizga keling deb murojaat qildim. Iltimos sizlardan yordam bering sizlar. Assalomualaikum hammaga. Onam 3 yildan beri kasal bo'lib qolgan. Yordam berishlarini so'rayman. Maktab o'quvchisiman. Men baxtimga yaxshi bo'lib ketishlarini xohlayman. Ayamni yaxshi ko'raman. Yaxshi bo'lib ketishlarini xohlayman. Qadrdonlar, mana o'zlaringiz ko'rdilaring, juda ham qiynalgan oila ekan. Bitta oilada ikkita bemor va o'sha boquvchi qizlar. Qiz ham maktabda o'qirkan. To'g'risi ancha siqilib diqqat o'pibdilar. Qo'llaridan kelsa mana shu O'zbekiston kartalarini, o'zlariga qarashli kartalarini qo'yib qo'yapman. Ekranga qo'yib qo'ydim. Chunki bu oilaga ancha ko'p yordam kerak bo'ladi keyinchalik ham. Shuning uchun qadrdonlar 5000, 10000, mana ne o'ylab qarasam Jizzax viloyatida birovga yaxshilik qilmagan ekanmiz. Shu Jizzax viloyatida ham bizni misol uchun xotin-toylar kelib ketishgan edi deb eslashlari uchun sizlardan iltimos 5000, 10000 mana shu O'zbekiston kartalariga hammalarida klik bor. Mana shu opamiz uchun qani, boqib olgan qizi shunchalik mehribon ekan. Даже hozirgi paytda o'zingiz tuqqan farzandlaringiz vafo qilmay ketgan bir paytda qani boqib olgan qizi qanchalik mehribon bo'lib onasiga qarayapti. Insult bo'lib yurolmay bir joyda bo'lib qolgan ekanlar. Shuning uchun qadrdonlar, qo'llaringizdan kelsa mana shu O'zbekiston kartalariga 5000, 10000 o'ltirmaydi. Bitta nonni puli 5000 dan, lekin juda ko'pchilik bo'lib tashlaydigan bo'lsak 5000 dan juda katta pullar bo'lib ketadi. Onalari ham kasal, suvayi singan, uch tosdan 30 million operatsiya so'rayapti ekan. Bu opamizga menga kerak emas deydi. Uy joy kerak emas, yo bir non kerak emas. Mana shu sog'lig'imiz uchun yordam bo'lsa, mana shu qizimni to'yida shu baxtli onalardek yonida tursam, qizim ham baxtli turmushga chiqsa, shuni xohlayman xolos uka deb biz mana shu Jizzaxdan o'tamiz degan gapimizni eshitib olgandan beri murojaat qiladi bu opamiz. Ko'rdilaring, o'zlari yaxshi gapira olmaydilar, lekin shunday bo'lsa ham bizga telefon qilib, o'zlari tushuntirishga harakat qildilar. Biz shu opamizdan bir xabar olaylik deb keldik. Yana bilmadim, agar mashkartalarga qo'llaringdan kelgancha ehson qilsanglar, xudo xolasa biz yana xabar olamiz. Sog' bo'linglar.